Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Qarab qo'yma xo'shnamga vatandaş. Bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sırğacı rozi. Washington'dan sözləyimiz. Bugünkü islaq 2024 yıl 10. ayının 3. günü. Haftaga Perşembe vatandaş. Bugünkü xəbərimiz nima desiniz? Arlıqdamış Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığınında Amerika Qoşmuş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden'ın yuqori darajalik amaldori Amerika Qoşmuş Ştatlarının Devlet İşler Katibi Antony Blinken Cungu Tashqi ishlar Ministerligining ministeri Wang Yi bilan ko'rishgan edi. Ben dastlabki ko'rgan xabarimda bugun so'zlaydigan shu mazmun yo'q edi. Bugungi mazmun nima desangiz, shu ko'rishishda Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Tayvan masalasini qo'zg'abdi. Avval Jungo shuni ta'kidlaganlik uchun da hisobda. Undan keyin Andan Xinjiang, Mustamlika Uyg'uriston, Tibet va Hong Kong demokratiyasi qatorliq masalalarni qo'zg'abdi. Bugün bu haber Tayvan erkinlik vakit gazetede qayta ilan qilingan ekan. Men shu munosabat bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar kotibi Antony Blinkendan Mushqatdan Birleşken Devletler Teşkilatı'da Jungo'nun Tashqi ishlar ministeri Wang Yi bilan ko'rishganda so'zlashgan so'zini asos qilib yozilgan yoki Tayvanda erkinlik vaqt gazeti e'lon qilingan bir parcha maqolaning mazmuni bilan sizlarni tanishtiraman vatandosh. Buni nima deb qo'yilibdi mavzu desangiz, Jungo Kompartiyasi dunyoga qanday zo'ravonlik qilishni o'rgatib qo'yish kerakmi? Jungo Kompartiyasiga dunyoga qanday zo'ravonlik qilishni o'rgatib qo'yish kerakmi mavzuli xabar 10 ayning 2 kun Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Tashqi ishlar vaziri Wang Yi navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan ko'rishganda Tayvan bo'g'ziga kelayotgan xatar, eng zo'r xatar kun sayin g'aljirlashgan Tayvan mustaqillik harakatidir deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bo'lsa, Tayvan bo'g'zining tinchligini, muqimligini, asrash qo'g'dashning muhimligini Amerikaning Xinjiang, ya'ni Mustamlika Uyg'uriston, Tibet, Hong Kong kishilik huquqlariga ko'ngil bo'ladiganligini ta'kidladi. Demak, endi hozir Jungoning Tashqi ishlar ministeri Wang Yi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar kotibi Antony Blinken o'rtasida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'ini mezgilida ko'rishganda o'tirda bo'lib o'tgan suhbatning mazmuni mana shu. Vatandaş bununda Wang Yi'nin sözleri deydi, hech qanday ma'no yo'q deydi. Çünkü bu 70 yıldan burungi vaqtdan tortib yoki 50-yildan tortib yodlab olgan daftarga yozib olgan, yodlab olgan so'zni hozirgi takrorlab kelyapti dedi. Bunda hech qanday yangilik yo'q debdi. Shuning bilan gazet o'zining bosh maqolasida ta'kidlab yangi bir fikr o'ttirib qo'yibdi. Bu fikir nima ekan desangiz, hozir so'zlaymiz sizga vatandosh. Ben shuningdek ash o'ttirib qo'ygan fikrdan Tayvan demokratiyasining zada qanday demokratiya va uning konkret ifodasini bugun tunji qatim uchratdim desam, bu mubolag'a bo'lmaydi vatandosh. Tayvan demokratiyasi haqiqatan shunday bo'lgan bo'lsa, idea avval, harakat keyin yoki harakat avval, idea keyin. Esa tarix avval yozilmaydi. Tarix degan harakatdan keyin yoziladi vatandosh. Masalan, bo'lib o'tgan voqealar yuz bergandan keyin, sodir bo'lgandan keyin o tarix bo'lib yoziladi. Xuddi shuning o'xshash avval harakat, anadan keyin idea ba'zi hollarda. Lekin mutlaq emas.
avval iddia, enandan tug'ilgan harakat ko'p hollarda. Mushundaq yuz berdigan hodisa vatandosh. Hozir bu yerda bu gazet Tayvan mustaqilligi to'g'risida gapirma, Jungo Kompartiyasi shuni debdi. Jungo Kompartiyasi dunyoga hukmronlik qilaman desa, u qanday hukmronlik qilish kerak deydi. O birinchi bo'lib avval demokratiyani yo'lga qo'yish kerak deydi. Masalan, Tayvan masalasini misolga oladigan bo'lsak, avval birinchi bo'lib Junxo Xalq Jamhuriyati hukumati Tayvanning mustaqil bir davlat gavdasi ekanligini e'tirof qilish kerak deydi. Junxo Xalq Jamhuriyati shu e'tirof qilish asosida, Tayvanning mavjudligini e'tirof qilish asosida, har ikki taraf bir-birini e'tirof qilish asosida bosh elchi darajalik diplomatik munosabat o'rnatish kerak deydi. Bosh elchilarni avatishi kerak deydi. Şu vaqtla ondan bunu ko'rib yetalaydigan mubodi Jungo Tayvanni besib olsa deydi. Tayvanda 94% demokratik turmush qurib, demokratik turmush yaratib, demokratik turmush ichida yashayotgan Tayvanlik bor deydi. Agar biz buni selishtiradigan bo'lsak, hozir Jungo butun dunyo bo'yicha selishtirib ko'radigan bo'lsak, demokratiya degan nuqtada 9% ga yetmaydi deydi. Nima demokratiya va Jungo? Yo'q deydi. Sen mushundaq ahvol ostida Tayvanga kirib 94% demokratik turmush ichida yashayotgan 94% ovozni beradigan Tayvanlikka sen 9%lik demokratik tuzum ichida yashayotgan odam qanday hukmronlik qila olasan? Bu Tayvan sen kirib besib olgandan keyin to'xtamaydi deydi, ko'chadan kirmaydi deydi, u namoyish qiladi, u tovlaydi seni chiqib ket deydi, yo'qol ko'zimdan deydi. Sana amallik bo'lmaydi Jungo Kompartiyasi. Shuning uchun sana amallik qiladigan bir yo'l e'tirof qilish. Tayvanni e'tirof qilish badaliga bosh elchi darajalik munosabat o'rnatib, uningdan keyin andan qaysi yo'l bilan Jungoni birlik keltirishni o'ylasang bo'ladi deydi. İkincisi deydi, yani bir zo'ravonlikni tashlashing kerak. Masalan, Tayvanni tinch yo'l bilan birlikka keltirish. Bu sening shuoring deydi. İkincisi, agar Tayvanni tinch yo'l bilan birlikka keltira olmasa, qurol ishlatishni yonmaymiz. Bu sening gaping deydi. Qaysi rost? Sen qurol ishlatish masalasida Tayvanga tushuntiramsan, yoki Tayvanni tinch yo'l bilan birlikka keltirish masalasida tushuntiramsan? Agar Tayvanni tinch yo'l bilan birlik keltirish masalasi tushuntiradigan bo'lsang, bizning yuqorqi fikrimizni qabul qil, e'tirof qil. Tayvanni e'tirof qil, bosh elchi darajalik munosabat o'rnat, mana bu tinchlik bilan hal qilish yo'lidir. Undaqda sen qurol ishlatishda yonmaymiz degan so'zni hargiz ishlatma. Agar uni ishlatdi ekansan, Tayvanni tinch yo'l bilan birlikka keltirish deganlikning o'zi ahmoqning gapi bo'lidir yoki zo'ravonlikning ikkinchi xil shakli bo'ladi. Mana bu bugun Tayvan erkinlik gazetining yuqorida so'zlagan so'zlari. Enlikda buning chiqarilgan xulosa sen hozir Tayvanni birlikka keltirish shuari ostida kengaymichilik yoki Tayvanga tajovuzchilik qilishni qonunlashtirmoqchi bo'lyapsan deydi. Bunun da en ahırki iki cümle dikkat kıldıgan, benim dikkat kıldıgan degenimden sebebi şu, şundakla Tayvan'ın hakikaten demokratik devlet ekanligini konkret ifadeleydigan, konkretlik derecesi görüş bulgan meselem şu. Ne mi depti o den vatandaş ahırdan ha? Tayvan qanday qilganda Jungo parastlik yo'lida mangudi. Masalan, Jungoni seg'inish kerak Tayvan qanday qilganda mangudi. Bunun için Jungo demokratiyalashib, Tayvanning mavjudligini e'tirof qilish. Tugdimi? Undan keyin Tayvan bilan Jungo o'zaro manfaat yetkazish. Bir-biriga iqtisodiyatda qoqti-soqti qilmaslik. Shunday qilib Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lib kirishini hurmatlashi kerak, ham qo'llashi kerak. Tayvan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirmadisi Jungo qo'llashi kerak. Ko'rdingizmi? Ha, mana shu vaqtda senmi demokratiya, Tayvanmi demokratiya. Shu vaqtda so'z bilan, gap bilan, dialog bilan masala qilsan deydi. Hurmatlanishi kerak. Tayvan Jungo o'zaro boshqa avatishli kerak. Boshlaydik. Hatto Tayvan Jungo harbiy ittifoq qursin bo'ladi deydi. Ko'rdingmi? Agar rostli shundoq bo'lgan bo'lsa, kapolat berimizki, Amerika xalqining guli qaqalari ichilib ketadi. Demak, Amerika xalqi Tayvan bo'g'izi tinchlik, muqimlikni muhim deb ta'kidlayapti.
tinchlik bu yerlik har qanday to'qinishdan saqlanayli deyapti. Agar sen bu shartlarni bija keltiradigan bo'lsang, o vaqtida Amerika xalqining guli qaqadiri ochilib ketadi. Uning ustiga Jungoparast Tayvan bilan ittifoqlashgandan keyin Jungoparast Tayvan bilan ittifoqlashgandan keyin agar yana bir qadam tashlab, mana qarang, mening hamda hal qilg'i jumla deganim mushojimi? O vaqtida yana bir qadam tashlab Jungo Kompartiyasi Uyg'uristonga hamkorlashib, Xinjiang, Tibetlarga hamkorlashib, masalan, Tibet bilan hamkorlashib, ularning davlatlarini asliga keltirishlariga yordamlashib va ular bilan ittifoqlashib, masalan, Tibetlar Uyg'urlar bilan ittifoqlashib, oldingi shart Uyg'uristonda qurilgan davlatni Uyg'urlarning asli keltirishiga yordamlashib, Tibetda qurilgan davlatni Tibetlarning asliga keltirishiga yordamlashib, shuning bilan mushu asosda ular bilan ittifoqlashib, dunyoni haylan qoldirishga kapolat qilg'idak bir harakatni qila olsang, vaqtida Jungo Kompartiyasi Tayvanni birlikka keltirish va Tayvan Jungoning bir qismi, Jungoning bir zimini degan so'zlarning o'ddisdan chiqa olasan. Bu shartlarning hammasi Tayvan xalqi qo'shilishi kerak deydi. Anda meya ta'kidlagan ishki gap, Uyg'urlarning davlatni asliga keltirishga hamkorlasha olasan. Tibetlarning, Tibetlarning davlatni asliga keltirishiga hamkorlasha olasan, yordam bera olasan, shu asosda ular bilan ittifoqlasha olasan, mana bu sening xiyolingdagining aksicha bir holda dunyoga hukmronlik qilish. Bu amaliyotda kani bilan ta'addi bilan elingan gap, dunyoga hukmronlik qilish emas, dunyoga nima hukmronlik qilmoqchi? Sen faqat mush tinchlik ichida dunyoning qo'yniga kira olasan, o vaqtda sen birinchi davlat yoki davlat deyishga loyiq davlatga aylanasan Jungo Kompartiyasi deb. Men mushada Tibetlarning davlatini asliga keltirishga, Uyg'urlarning davlatini asliga keltirishga degan mushu jumlalarni Tayvanda nashr qilinadigan donglik gazet Erkinlik Vaqt gazetida ishlatganligi va mushundoq obzor e'lon qilganligi uchunla men bugun Tayvan demokratiyasi degan gapning konkret ifodasini ko'rdim dedim, vatandoshim. Qo'shilamsiz vatandoshim? Mana bu demokratiya. Demak, bu ishlarni qila olsang, Jungo Kompartiyasi demokratiya. Demokratiya degan senda shuar yo'q. Senda bosh shuar Tayvanni tinch yo'l bilan birlik keltirish. Agar tinch yo'l bilan birlik keltirishni xohlasang, Tayvan xohlasa, Jungoni xohlasa, mana bu shartlar asosida bu ishlarni bajara olsang, balki Tayvanni birlik keltirish mumkin. Va Tayvan Erkinlik Vaqt gazetining tantanlik yozgan maqolasi vatandoshi. Endi sizga shuni ko'rishimizga Türkiye ben sizlerge vədi bəgendim, Amerika Jungo oturuşki ciddi vəziyyət var. Ciddi söhbət nəticələrə erişdiyidir. Şu bəgə vədən boyunca bu bir abzas bir anlı vətən vətəndaş. Qarab durun ha. Türkiye'nin bir qismini yetkəzdik sizlərge. Amerika Jungo oturuşki ciddi söhbət nəticəyə erişdi. Mavzulu xəbər 10 ayının 1-ci günü Vanvi torbitida e'lon qilindi. Xəbər mundaq başlandı. Amerika Moliya Ministerligi xalqaro ishlarga mas'ul muavin ministri Jay Shomba 10 ayning 1-ci kuni mundaq ko'rsatdi. Jungo bilan suhbatlashib, Jungoning Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Bidenning tamoyishni bejini yuqori ko'tarish siyosatidan o'ch elishidan saqlandik. Turgan bu qismini sizlarga so'zlab qo'ygan ama ko'pchilik bu xabarga munosabatlik musha xabar yana Hong Kong Janubning Sahari gazeti bosh to'g'risida to'xtalib mundaq ko'rsatdi. Har xil tamoyishni beji 9-oyning 27 kunidan boshlab ko'chga ega bo'ladi. Demak, hozir ko'chga ega bo'ldi degan gap buga 10-oyga kirib qoldi. 9-oyning 27 kunidan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoga qo'yilgan tamoyishda beji ko'chga ega bo'ldi degan. Jumladan Jungoning elektrik mashinalariga 100% boj qo'yish, quyosh energiyasi batareyasiga 50% boj qo'yish,
Polat, tümür, alyomin qatarlıq Cungo məhsullatlarına 25% baj qoyuş. Cungo yerim ötközgüç məhsullatlardan elenilgan elektrik saymallar, radio, padio, kompüter degендek. Yerim ötközgüç məhsullatlardan elenilgan baj 2025-yili 1-ci ayının 1-ci gündən başlap həssilep 50%'den artık baj koyuldu. Tam orijine böcek koyuldu. Demek hazır muşu mesele boyunca Amerika Koşmuş Ştatları Maliye Ministerliği ve Cungo'nun Savunma Ministerliği söhbet etkizip ciddi meselelerini pesaytip tünügen dedik o Cungo hükümeti bundak baj koyuştun öç elişi gerekti. Amerika'dan deki öç almaydıgan boldu. Başta etiptik o endi öç almaydıgan boldu saklandık deptik o. Ben bu şeyden ahırda bir haber kögendim, şunu rast yalgan işinen bilim. Deki şu kilisizlegi sözümü günüm çağızıp şeymen kılımın. Şu arlıqtının koyulgan mavzu. Hazır Amerika Koşmuş Ştatları Cungo'dan elindiğen tam orijine becini keçiktirişine karar kıl deydigen bir gebidi. Lekin bu haberde bu gep yok. Bu haberde bu gep yok. Ya ki ben hata görüp aldım mı, hata anlıp aldım mı keçirinler. Diken hazırki baj tüzüm, bana muş baj tüzümü, muş baj norması boyunca Cungo məhsullatlardan baj eliş, bu katın Beijing'de, Washington'da ötküzülgen söhbette, şunun için bu çendirilgen deyinkin Cungo düşünüş hasıl kıldı, endi Amerika'dan bu doğru öç elişten saklandı, yaki soda sahası da öç elişten saklandı, diyen xulasına tünügün ki, silahı berge vədəmden devam evetendir. En ehtimatli sizlerge sözlügellikçiyemde 10. ayının 1. günü Devlet Bayramı müzik keçisi. Mesela Devlet Bayramı ziyafeti. Muş ziyafetke katnaşmaslık, qayada olturmaslık doğrusu sözlügen idim. Bugün hesapta 3 gün oldu bu işgal vatandaş. Bu münazırı 3 günden beri toxtamayvatıda. Bir yerde şunun için bir mesele buluşu mümkün. Xitayla hazır. Xitay demokratları bunu koyup etmeyi muhakeme kılıvatıda. Qarab turun hem anan qarana ekranda. Wen Jiabao moyum orunda olturdu. Kızıl işkinci evlat içinde zor özgürüş buluvatıda. Bazar yaki Cungo'nun işki bazarı jallangandan keyin Cungo'da zaman özgürüşü 101'dir. Wen Jiabao official Wen Jiabao bu 10. ayının 3. günü 11 saat ilgili YouTube. Demek hazırmış Wen Jiabao'da ikinci bir adamı bu doğruda sözlavatıdır. Demekçi ben sizge vatandaş. Endi yana bir qarab turun ha. Amerika Şarq Şamil raketasını tosup qalalamdı. Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatları prezidenti Joe Biden bilan suhbat qurishga sovuq muomala qildi. Sözleşidigan hech qanday ish yo'q dedi. Axborot sözlükleri 10. ayının 3. günü YouTube 5 saat ilgili. Sizlerning esinglarda var men sözlegendim, men sizlarga shuna degan edim. Avval telefon söhbeti, ondan keyin ikki davlat rahbarlarining söhbeti degan gap o'tirg'i chiqqan edi. Vaqtda 7. ayının 27. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray prezident Joe Bidenning maslahatchisi Jack Sullivan Beijingni ziyorat qilgandan keyin biri ikki davlat rahbarlarining uchrashishiga yo'l tuzlash, ikkinchisi avvalida prezident Joe Biden bilan rais Xi Jinping Cungo'ning raisining telefon so'da aloqasini o'rnatish, sözleşini o'rnatish degan edi. Bu 7. aydagi gapmi vatandaş? Hazır 10. ayının 3. günü kelgende bu gap yani o'tirg'i chiqdi. Endi o'tirg'i chiqqanda nima debdi desangiz buningda? Hazır Cungo taraf yani rais Xi Jinping bu meseleye yani telefonda sözleşiş ve başka devlet rahbarlar uçuruşuş meselesine soğuk muamele kıldı deydi. Bu mümkün mü da vatandaş? Bir devlet rahbari sana şundak iltimas kılsa yaki bir devlet rahbari şundak zaruriyet var dep qarasa senin bu derecede soğuk kolluk bilen muamele kılışan bu mümkün mü vatandaş?
Lekin manada xabarda soğuk muamele kıldığı deyilipti. Endi yana birisi ekrandacımı. Ekranda Cungo Kompartiya Devlet Bayramı bu qatim Beijing'da elip berilgan bir qatar hareketler nemeden signal verdi. Gördünüz mü? Beşideki Vinjadagi adamdan endi bu yana bir keldi mana. Nemeden signal verdi. Es mavzumunda ekim meseleleri söhbeti. Cungo Kompartiya siyasi hakimiyeti kurulganlığının 75 yıllık hatır günüde Beijing'de elip berilgan bir qatar hareketler nemeden signal verdi. Amerika avazının Xitay tili video film programı 10. ayının 3. gün. Demek bunun ağzı Amerika avazı mı dikkat kılıvatıdı bu işe? Beijing'deki işe dem vatandaş. Sözlep aldık kocar yani. Şu işe hazır Amerika avazı Xitay tili programımızdan video film, yakın meseleleri video film mi dikkat kılıvatıdı? Endi yana bir haber vatandaş. Nazuk bir pay. Vazifenin höddisinden çıkalmağalla tüzüm işçiden çıkıp getiş gerek. Xi Jinping'e dağıtmalamdı. Çinpokong 10. ayının 3. günü YouTube. Yana bir haber vatandaş. Cungo Kompartiyasının kölemleşken oyunu endi başlandı. Asli mavzumunda Cungo Şarkı Harbiy rayon qayerga urush qildisa, shu yerda urush qilamiz dedi. Endi harbiy tarafdan ko'p ishonmasangiz bo'ldi. Popoza degandek bir gapda. Biroq ABShdagi gap Cungo Kompartiyasining ko'lamlashgan o'yini endi boshlandi. Desangiz 10. ayning 1. kunidan ta hozirgacha davomlashayotgan ziyofat zalidagi o'rinlashtirish, muzika kechaligidagi o'rinlashtirish, Vinjaboning sahnaga chiqishi degandek bu ishlarni qo'shib tahlil qilsangiz, hozir Jungoda nima ish bo'layotdi degan masalaga javob topa olasiz va javob izlaysiz vatandosh. Men shuni sizga aytayki, 7. ayning 22. kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasiga imzo qo'yib, qonun loyihani qonunga aylantirgandan keyin Jungoning vaziyatida hakim mutlaq vaziyatida Jungnanxayning vaziyatida zo'r o'zgarish yuz berdi deb men sizga bir qancha qatim takrorlagan edim. Ham yana shunday takrorlagan so'zimni bugun bir takrorlay. Tibet masalasi tayyor bo'lib bo'lgan masaladan Prezident Joe Biden qonunga imzo qo'ydi, qonun bo'ldi. Bu masala tayyorlanib bo'ldi, pishib bo'ldi. Bu masala hal qilinishi kerak vatandosh. Buning vaqt taxirsizligi, vaqt jiddiyligi va vatandosh. Dalay Lama kelar yili 90 yoshga kiradi vatandosh. Tushundingizmi? Mushundaq vaqtda Jungo hukumati endi bu imzo qo'yilgan qonunga aylangan qonunga javob berish kerak, javobgar bo'lishi kerak. Ya'ni Dalay Lamani o'zining vatani Tibetga qaytishga ruxsat qilishi kerak. Bu jarayonlar intayin murakkab jarayonlar. Tasavvur qila olamiz. Hozir vaqt yetmaydi, sizlar kechiringlar. Mushunda buni javob qilishi kerak. Shuning uchun Tibetga va Dalay Lamaga javob qilishni Reis Xi Jinping javob qilish kerakmi? Bu mumkin emas. Chunki hozir hokimiyat beshidagi Reis Xi Jinping buning javob qilishi mumkin emas. Xitoy millatchiligi buning yo'l qo'ymaydi. Hukumat va siyosat tartibi, hukumat va qonun tartibi buning ruxsat qilmaydi. Xi Jinping chiqib hal qilish kerak. Xi Jinping o'zi paydo qilgan masalani Xi Jinping o'zi hal qilish kerak. Bu mumkin emas vatandosh. Shunga ikkinchi qo'l rahbarlik o'tirg'i chiqib bu masalani xalqaro jamiyat bilan birlashib hal qilish kerak. Hozir Jungo Kompartiyasi va Jungnanxay dal mush vaziyatning ochog'iga kelib to'xtadi vatandosh.